Yaxshimisilar do'stlar? Men sizlarning 100 tuvan Xijiljon do'stinglar yandaman. Bugun sizlarga so'zlaydigan hikoyamiz bo'lsa, oshiqining quchug'ida o'ltirib, burunqi muhabbatini eslaydigan, odam chiqmagandek ichi bilan shaparanga kuyib qolgan, kilometriyat davriga baldir kirib olgan Sodiq Qizvolning kechirmish tasvirlangan kino Gugum deki rivoyatning 2-bölümü Ay ko'rinib qoldi. Ay chiqdi. Bosh personaj Bella bir hang vaqti chiroy qiz bo'lib, mana bu yil naq 18 yoshga kirgan edi. Bellaning muhabbati erva, kesal chiroy yigit bo'lib, bu yil 109 yoshga kirgan qon sho'rig'ichi shaparang edi. Hozir bo'lsa, tabiatini o'zgartib, anor sharbati ichadigan bo'lib ketdi. Jinim, siz rostilla qon sho'rimamsiz? Unda emas, jinim. Sening qining bo'ladigan bo'lsa, yomon sho'rayman. Edward Bellaning tug'ilgan kunini o'zining uyida o'tkazib bermoqchi bo'ldi. Kech kirganda hammaylar bir yerda jam bo'ldi. Yatsa o'rinda, qopsi so'rinda kulmaydigan bu diban chiroy Bella xijil bo'lmasdan xaq bergan so'g'larni bir-birlab ichishga boshladi. Hamda tuyuqsiz ehtiyotsizlikdan barmog'ini kesib oladi. Au! Buni ko'rgan marojni bosh Jaza xuddi 1-2 oy xo'go yemagan qiz boladek Bellaga qarab etildi. Ey, qon ichdimi? Jinim, bo'l, o'zingiz tutinglar. 5 kun taqir qilib turgan, 5 kun. Edward shunchalik chaqqonlik bilan Bellani tamg'i ustirib, bosh ko'zlarini qon qilib o'tdi. Mana, buni haqiqiy muhabbat deymiz-da. Bu zoti nemish? Edward nemishki meni ishtirib o'tdi? Balkim odat kayningizdan ishtirib ko'nab qolgan bo'lishi mumkin-jimi? Meningcha cho'qim boshqa sabab bor. Shaparang emasmi? Tushunsangiz bo'ladi. Ko'z ko'maydi, kallasi oddiy. Yo'q, meningcha u meni cho'qim bek yaxshi ko'rganlikdan ishtirib o'tdi. Ho'y, naning remochisiz ey. Ko'nglingizni dahshat yasaysiz-ku. Ats Edward Bellani izlab kelib, Bella o'rmonlikqa kirayli deydi. Bella bo'lsa, "Viyay bizang" deb qo'yib, kaynidan akshib mangdi. Bella, "Hey duybichi, vo ayni. Bu ish toza ahmidi. Sening okan mening bi, vo'lya buning zayichi." Siz nima demoqchi? Men ketarman, qolar bu olam mangulikka. Sodg'on ketay, maqsadingizni dang. Biz oila bo'yicha ketmoqchi bo'lyapmiz. Bu yerda bek uzun turib ketsak, bu yerning odamlariga cheqilib qo'ydigan o'xshaymiz. Uyay, bir cheqilib o'tang, o'tinay, bir cheqilib o'tang. Edward Bellaning yo'q deganiga unamay, bu bichora qizni qorong'u o'rmonlikning o'ttirsiga tashlab qo'yib, xuddi Xogoxonda Yisovatni qilmay qiz bolni tashlab qochib ketgandek, asta qochib ketdi. Mana bu haqiqiy muhabbat. Bichora qiz bola o'rmonlikda o'zini yuttirib qo'ydi. Dadisi bo'lsa, Bellani topolmay tit bo'layotdi. Qanday qilamiz, yishadi yo'q. E'lon berib boqamdiq ya. Hozir hech kim televizor ko'rmasa, do'yindiki yandim bayonga e'lon bersak bo'ladi-ku. Unimi yaxshi, odami ko'p bu. Faqat bo'lmasa saloniga e'lon bersakmi yaxshi-ku. Abla, ajab ism kelmabdi. Ham saloniga e'lon beraylikmi? Ularning gapi tek tugmay turibla, o'rmonlikning ichidan bir yalang'och odam Bellani ko'tarib asta minib chiqadi. Dadisi bo'lsa, "Sen nimishqa yalang'och, qizimga nima bo'ldi?" demayla, qo'lidan asta ko'targan beti uyga kirib oladi. Shu kundan boshlab Bella kallasidan rasmiy ketib qoladi. Shunda aroq ichib, kayf qilib, KTV'larga berib, o'kirib, yig'lab turib, fanshow ko'ylani aytadi. Bir kuni Bella xatarlik ish qilmoqchi bo'lganda, Edwardning simoyi xuddi normal torbatdagi nashoyon ilondek paydo bo'lganligini bayqab qoladi. Hamda o'zining cho'nqur seg'inishini ifodalash uchun ko'chadagi bir lo'kchakning belini quchoqlab, motosiga minib, haqiqiy chin muhabbatning qandoq bo'lganligini isbotlab berdi. Nima degan ulug' muhabbatlar, hey. Buningdan keyin yenimda bir qiz bolani ko'rib qolsanglar, hargizmi hayron qolmanglar. Balkim u qizmi o'zining burunqi muhabbatini eslayotgan bo'lishi mumkin. Nima degan bilan ko'nglim yaxshi bo'la emasmi? Beshini silayman-da.